Ko'pchilik akalarimiz so'ragan video bo'ladi bu. Hozirda agroservis do'konida sizlarga 3 xil turdagi mini kultivatsiya apparatlarimizni tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu birinchida turgan mini kultivatsiya apparatimiz 5 ot kuchli bo'ladi. Yoqilg'i to'ri bizm bo'ladi. Ikkinchidagi 7 ot kuchli mini kultivatsiya apparatimiz bo'ladi. Yoqilg'i to'ri bizm bo'ladi. Xo'p, bu 5 ot kuchli mini kultivatsiya apparatimiz yoqilg'i to'ri bizm karterli varianti bo'ladi. Hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumoti va sifatlari haqida gapirib o'tamiz. Bu birinchida turgan 5 ot kuchli mini kultivatsiya apparatimiz bo'ladi. Yoqilg'i to'ri bizm boklari 1,5 litr qilib ishlangan bo'ladi. Yo'lg'ish joyi zavodning orqali yarimta tortganingizda zavodit olib juda sifatli ishlab beradi. Xo'p, frezalari 60-70 agitga moslashsiz bo'ladi. Tashqarisidan tashqarisigacha 45 sm bo'ladi. Xo'p, hozirgi kelgan partiya yuklarimizni mana bunday agitlarni qo'shtirib olib kelganmiz. Oldingilarda kelmaganida 7 ot kuchlilardan agatini perdelka qilib moslab berayotgan edi akalar. Hop, bunga vozduklar tevada joylashgan bo'ladi. Sababi frezangizda chang chiqqaningizda vozdukga chang kirmaydi. Agarda vozdukga chang kiradigan bo'lsa, motoringiz quvvati yo'qolib qoladi akalar. Hop, frezalari ham qalin frezadan bo'lgan 2 qatordan 4 qator bo'ladi. Rollarini ham o'zingizga moslab ishlatsangiz bo'ladi. Komplektida xuddi shunday ocharlari, agar xohlasangiz bu ayatlarni olishingiz ham mumkin, olmasligingiz ham mumkin, plus minus bo'ladi. Xo'p, komplektida o'sha ocharlari, motoblok, uningdek bok idishlari bo'ladi va varinkasi bo'ladi. Kulish o'zini ichiga kulish atverkalari bo'ladi. Undan keyin xuddi shunday mini kultivatsiya apparatini xarid qilmoqchi bo'lsa, pastda nomerlarini qoldiryapman, aniqroq chiqishinglar mumkin. Bu ikkinchida turgan mini kultivatsiya apparatimiz 7 ot kuchli varianti bo'ladi. Yoqilg'i to'ri bizm boklari 3 litr qilib ishlangan bo'ladi. Yurg'ish joylari zavodning orqali yarim tortganingizda zavodit olib. Hop, yurg'ish joyi zavodning orqali yarimta tortganingizda zavodit olib juda sifatli ishlab beradi. Filtrlari masivniy filtr bo'ladi. Masivniy filtr qanaqa ishlashini traktorchi akalarimiz juda ham yaxshi biladi. Hop, rollarini o'zingizga moslab tepaga, pastga qilib ishlatishingiz mumkin bo'ladi akalar. Hop, hozir buni harakat olishi akalar rollarini mana shunday dishligi mavjud, bosib o'zingizga moslab ishlatishingiz mumkin. Hop, buni harakat olishi motordan shift chiqqan, shiftdan через reming o'tganda oldi pichoqlarda shu motor ishga tushganda pichoqlarni aylantiradi. Bunda ham skorlari yo'q akalar. Gazini qo'shsanglar, bu ham оборот olib ishlayveradi akalar. Xo'p, pichoqlarini ham uzunligi juda uzun bo'ladi. Ana qaranglar akalar, 20 sm dan uzunroq bo'ladi. Xo'p, buni ham komplektida o'rinli ocharlari, o'zini baquvvat bo'lgan ocharlari mavjud. Xo'p, xohlaganlar sotib olishi mumkin, xohlaganlar mana shu sotib olmasligi ham mumkin. Plus minus bo'ladi akalar. Undan keyin xuddi shunday mini kultivatsiya yoki 7 ot kuchli mini kultivatsiya apparatini xarid qilmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, bu mini kultivatsiya apparatimiz 5 ot kuchli bo'ladi. E'tibor bersa, karterli variant bo'ladi. Karterli variant nima degan akalarimiz uchun, xo'p, bizimda toza bizimni qo'yaverasiz va motoriga обязательно 400 grammdan maslab qo'yib yurasiz. Xo'p, buni ham yoqilg'i to'ri bizim, yurg'ish joyi zavodning orqali yarimta tortganingizda zavod olib juda sifatli ishlab beradi. Filtrlari tevada joylashgan bo'ladi. Buni ham harakat olishi skori yo'q, gazlari mavjud. Gazni bosganingizda zavod yaxshi ham ishlab beradi. Tezlashaveradi akalar. Xo'p, buni ham pichoqlari qalin pichoqlardan ishlangan bo'ladi. Orqasida balonlari ham mavjud bo'ladi akalar. Xo'p, buni komplektida shu motoblok, baloni, stoykasi va kulishlari, sicha kulish boshqalar dokumentlari bor akalar. Xo'p. Bu 5 ot kuchli motoblokimizda bez kartli variantida ko'pchilik akalarimiz kelishyapti. Ukam motori qisib qoldi, to'g'ri maslab qo'yishim deyishyapti. Xo'p, sababini so'rasak, universalniy motorga quyadigan moyni benzinga kam miqdorda aralashtirib ishlatishyapti. Hozirda biz mana shu motopilalarga yog'iga qo'shiladigan yog' bu akalar. Xo'p, buni benzinga aralashtirib ishlatsanglar bo'ladi. Mana shu eng sifatli yog' bo'ladi, tezda yonib chiqib ketadi akalar. Buni litriga 35-40 grammdan qo'shasiz. O'shunda bu motoblokga sifatli ishlaydi. Agar ozayib ketsa yoki ko'payib ketsa, motorda quvvat yo'q bo'ladi. O'sha 5 ot kuchli bo'lsa ham 3 ot kuchlidan ham past ishlaydigan bo'lib qoladi. Xo'p. Xohlaganlar xuddi shundayini olib qo'shsin, xohlaganlar boshqachasini olib qo'shsin. Lekin shu litriga oz qo'shib qo'ymaysizlar, motorlarni qisib qolish sababi ham shunda bo'ladi ekan. Xo'p, kimdan kim xuddi shunday motobloklarni xarid qilmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishinglar mumkin. Xo'p, jonli sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha akalar. Bizda do'konda faqatgina bu mini kultivatsiya apparatlar bizda Vibr bor akalar. Kim nima so'rasa topib bera olamiz. Xo'p, arava bo'ladimi, kacha sistema bo'ladimi, 17 ot kuchli bo'ladimi, nimaki so'rasangiz topib beramiz akalar.
ko'rishinglar mumkin. 7-6 kishilik motoblokka chizer ulangan varianti. 7-6 kishilik motoblogimizga aylanma plug ulangan varianti. 7-6 kishilik motoblokka agat ulangan varianti. 7-6 kishilik motoblokka selka ulangan varianti. 7-6 kishilik motoblokka bir stoykali plug ulangan varianti. 7-6 kishilik motoblokka universalniy bo'lgan plug ulangan varianti. Xo'p, ikkitalik gusnisalarimiz ham bor. Kimda-kim xuddi shunday motobloklar xarid qilmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Jonlaring sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha.